İkki ayoliga va bolalariga turmush xarajatini qandoq taqsim qiladi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ikki ayollik turmushdagi uyning xarajati qandoq taqsim qilinadi? Turmush puli jon soniga qarab bo'lamdi yoki o'xshash bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Er kishiga ma'lum sharoitda, ma'lum shartlarga rioya qilgan asosda birla vaqtda 4 ga qadar xotin olishga ruxsat qilinganligi islom dinining o'tirhanligi va turli jamiyat va sharoitlarda amaliy tatbiqlanishga mos bo'ladiganligidandir. Bu shartlar u ayollarning haq-huquqlarini to'liq kafolatga ega qilgan bo'lib, birdan ortiq xotin olmoqchi bo'lgan er kishi bu shartlarga rioya qila olishi kerak. Bo'lmasa, birdan ortiq xotin olish cheklanadi. Haq taolo aytadiki, agar yetim qizlarga o'ylanib, adil muomalada bo'lolmasliklaridan qo'rqsanglar, sizlarga halol bo'lgan ayollardan 2 ni, 3 ni va 4 ni nikohlab olinglar. Agar adil bo'lolmasliklaridan qo'rqsanglar, birla xotin yoki egi bo'lgan jo'rlar bilan kifoyalaninglar. Bu zulm qilmasliklaringlarga eng yaqindir. Nisa surasi 3-oyat. Er kishiga ayollarning yoshi va boshqa ahvollari farqli bo'lishidan qat'iy nazar, qo'lidan keladigan odillikni to'liq qilishi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnati bo'lgandan sirt, navbat bilan qo'nish, turalg'u, yemak-ichmak, kiyim-kechak nafiqasi, turmush xarajati qatorliq ishlarda toqati va imkoniyati yetsila tang barobar muomala qilishi vojib va qurbi yetib turib odil bo'lmasa gunohkor bo'ladi. Buni hadis sharifdagi umumliqmi shuni ko'rsatadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qandoq bir kishining 2 ayoli bo'lib, biriga moyil bo'lib ketsa, qiyomat kuni yermi bir tarafga moyil holda keladi degan. Bu ishlarda tang muomala qilinmagan ayolning e'tiroz qilish haqqi bo'lganidek, bu sababdan uyi buzilib ketish xavfi bo'lsa, mavjud ahvolga rozi bo'lib kelishish haqqimi bor. Bu sulh doirasiga kiradi. Urva rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha Alloh taolaning agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa degan oyat haqida mundaq degan. Bir erning qo'lida bir ayol bo'lib, uning bilan uy tutishni xohlamay taloq qilib etib, boshqa bir ayol elish niyatiga keladi. Ayoli uningga, "Meni nikohingda saqlab qolib, boshqa birini ol. Nafiqa bermasangmi, kun taqsim qilmasangmi, sendan rozi" deydi. Bundaq sulh qilishga Alloh taolaning bu oyati yo'l qo'ygandir. O'zaro sulh qilishsa, ikkisiga gunoh bo'lmaydi. Sulh qilish xayrlikdir. Nisa surasi 128-oyat. Olimlardan har bir ayoliga uy va yetarli turmush xarajatini qilib bersa, bu ikki ishda ayollari aro tang barobar muomala qilishi vojib emas. Mustahab deb qaraydiganlarmi bor. Lekin vojib degan qarash kuchlik. Yuqorqi oyat va hadismi shuni ko'rsatadi. Alloh haqiqatan adil bo'lishga, yaxshilik qilishga, xush-aqrabolarga sil-rahim qilishga buyuradi. Qabih so'z-harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sadi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga farid nasihat qiladi. Nahl surasi 90-oyat. Ular bilan chiroylicha tirikchilik qilinglar. Nisa surasi 19-oyat. degan oyatlarmi buni ta'kidlaydi. Oltin zibu-zinatga o'xshagan qimmatli hadiyalarni olib berish, haj va umraga opirish, safar va sayohat qildirish degandek alohida ishlardami tang barobar muomala qilish talab qilinadi. Oldi bilan boshlashda yoki qaysisini tanlashda chek tashlanadi. Aisha radhiyallohu anha deganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror safarga chiqmoqchi bo'lsa, ayollar o'ttirisida chek tashlaydi. Chek ulardan kimga chiqsa, shuni billa olib chiqadi. Har bir ayoliga bir kecha kunduzdan billa turishga taqsim qiladi. Faqatla Savda binti Zam'a o'zining navbat kuni bilan kechisini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning roziligini izlab, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayoli Aishaga berib o'tgan edi. Farzandlarning turmush xarajatiga kelsak, o'z imkoniyatiga qarab farzandlarning har biriga yetarli xarajatni qilib beradi. Bu xarajatda hamma bolaga teng qilib berishi shart emas. Chunki bu vaqtga ketadigan xarajat cho'ng bolanikiga o'xshamaydi. Davolanish, maktabda o'qish va boshqa chiqimlar ehtiyojiga qarab farqli bo'lishi tabiiy. Bir bolasiga maktab ehtiyoji tufayli kompyuter olib bersa, hammasiga o'xshash olib berishi kerak emas. Birining to'yiga chiqim qilsa, o'xshash mablag'ni to'y bo'lmaganlarga berishi kerak emas. Ammo
bir yoki bir qancha ayolidan bo'lgan bir necha bola o'xshash ahvolda va o'xshash ehtiyojda bo'lsa, ularga tang xarajat qilib berishi kerak. Buningga asosan ayollarga beradigan nafiqa ayollarning bolalarining soniga va ahvoliga qarab farqli bo'ladi. Masalan, bir ayolidan 4 cho'ng bola, yana biridan bir buvoq bolasi bo'lsa, u ikki ayolga bolalar xarajati uchun tang pul berishi kerak emas. Aksicha, hamma bolalarning ehtiyojini muvofiq qamdashi shart. Ammo ayollarning o'ziga xos xarajati yuqorida aytilgandek tang barobar bo'lishi talab qilinadi. Bu yerda shuni eskartish kerakki, biror bolasining to'yini qilganlik sababidan uninga uy elib bersa, boshqalarining to'yini qilgandami ularga uy elib berishi kerak. Bolalarga xos mulk hadiya elib berishdimi shundoq qiladi. Ya'ni odatdagi ehtiyojidan sirt biror bolasiga alohida mulk elib berganda, cho'qim farzandlarga tang muomala qilish talab qilinadi. Farzandlar aro adovat va hasadni ularga farqli muomala qilishdan kelib chiqadi. Ularga tang muomala qilish ularning dillaridan bu xil illatlarni yo'qotib, qarindoshlik mehrini ching'itadi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhuma deganki, anam atamdan bir qism malini menga hiba qilib berishni so'ragan edi. Atam dastlabida unamagan bo'lsa-mu, keyin beradigan bo'lib, uni menga hiba qilib berdi. Anam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni guvohlatmoqcha rozi bo'lmayman deb turib oldi. Bu chaqda men taxi kichik bola edim. Shuning bilan atam meni qo'limdan yetilab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga elib berib, bu bolaning onasi binti Ravaha bir qism malimni bu bolaga hiba qilib berishimni so'radi degan edi Rasululloh. Buningdan boshqa bolang bormi dedi. Atam ha bor degan edi Rasululloh. Nahaq ishqa meni guvoh qilmagan dedi. Bu hadisning yana bir rivoyatida Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhuma mundaq degan. Atam menga bir qul sovg'a qilgan edi. Anam Amr binti Ravaha, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni guvoh qilmoqchi rozi bo'lmayman dedi. Shuning bilan atam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, men Amr binti Ravahadan bo'lgan o'g'limga bir qul bergan edim. Ayolim sizni guvoh qilishimni talab qilyotidi, ya Rasululloh deganda Rasululloh, boshqa bolalaringizmi o'xshash berdingmi dedi. U yo'q dedi Rasululloh. Undaqda Allohdan qo'rqinglar, bolalaringlar o'tirsida adil bo'linglar dedi. Shunda qilib u qaytib berib bergan narsasini qaytarib oldi. Shunga kishi o'z ayoli va bolalarga zulm qilib selishdan qattiq saqlanishi kerak. Erning ustiga o'gay bolasiga xarajat qilib berishi vojib emas, balki ajr oladigan xayr-ehson doirasidadir. Shunga unimi o'z bolalaridan ayirmay cho'ng qilishi fazilat va muruvvat ahliga loyiq ehsondir. O'gay bola otasi vafot bo'lgan yetim bola bo'lsa, texmi shundoq. Alloh taolo ularga yaxshilik qilishni jannatda amallar qatorida mundoq madhiyalagandir. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom beradi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va shukr talab qilmaymiz. Shubhasizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir qattiq kundan qo'rqamiz." İnsan suresi 8-9 oyatlar. Sahil ibn Said va Abu Hurayra roziyallohu anhular rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetim bolani beqib xabar olg'uchi bilan men jannatda mundoq deb ko'rsatgich barmoqi bilan o'tir barmoqini ozg'ini kirib ishorat qildi. Demak, oyat va hadislar ko'rsatmasi va sog'lom aql taqozosi bo'yicha imkoniyati va qurbining yetishicha ayollar va bolalar o'tirida muvofiq ravishda odillik qilish talab qilinadi. Aksicha zulm va farqli muomala cheklanadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.